Har ishda bo'lganday o'zicha qoida, telefonda ham bor ziyoni foyda. Kimlardir yetaklar go'zal jannatga, ahmoqni yetaklar badbo'y axlatga. Aqli borlar topdi shundan-da vafo, fikri yo'q qildilar joniga jafo. Imkon yaraldi olishga ilmlar, rasvoga ko'rishga bema'ni filmlar. Bunda xo'p ko'paydi har xil shaytonlar, boshga kiyildi hattoki ishtonlar. Iymon sotildi arzimas chaqaga, qurillab baqirar o'xshab baqaga. It maramas buyursang molga o'xshab, hayvonlar yuribdi o'zgarmay yashab. Pastga urdi millatni millatlar aro, muslim degan nomni qildi qaro. Ertayu kech so'kinib qilma g'ovg'a, vijdonni sotib kutmagin sovg'a. Kech bo'lmasdan birodar qilgin tavba, o'zingga o'zing iymonni qil sovg'a. Bu kasalga asli iymondir davosi, yo'qsa halok qilar telefon vabosi.